Qanday qilib kompaniyada pul yetishmovchiligini oldindan bilsa bo'ladi. Bugungi videomiz shunga asoslanadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Kompaniyangizda qachon pul yetishmovchiligi bo'lishi mumkin va uni oldindan sezish yo'llari haqida gaplashamiz. Xo'p, bizda hisobimizda pul bo'lishi mumkin, sotuv ko'p bo'lishi mumkin, mijozlar bizdan mamnun bo'lishi mumkin, lekin bir oy o'tib yoki bir hafta o'tib, birdan bizda maosh berish kerak, pastavshika pul to'lash kerak, mana shunday holat bo'lib, pul yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Sababi biz pulni faqat sotuvni o'ylab, mana bizda sotuv uchun sotuv sindromi bor-da, mana faqat sotuv haqida o'ylaymiz, lekin pul boshqaruv ilmi haqida ikkinchi darajali. Shuning uchun ham vaqtdorlik to'la olmaymiz, pastavshikani aldaymiz, telefonni ko'tarmaymiz, shapkaga kiyg'izib, mana bugungacha keldik. Inshaalloh buni oson yo'llari bor. Pulni boshqarib, buni mana shu muammodan, mana shu stressdan chiqib ketsa bo'ladi. Xo'p, buni sizlar bilan men hozir tushuntiraman, bu muammoni hal qilish mumkin. O'zi birinchilik tushunib olishimiz kerak, pul uzilishi o'zi nima? Ya'ni moliyaviy kompaniyada pul uzilishi o'zi nima? Keling, oddiy tilda bitta gaplashamiz. Tasavvur qiling, bitta chelak bor. U chelakka siz suv quysangiz, lekin u chelakni teshiqlari bo'lsa, tagida yoki yonida teshiqlari bo'lsa, u suv oqib ketadi. Ya'ni biznesga qanchalik sotuv qilib, unga pul olib kelavermaylik, uni agar teshiqlari butun bo'lmasa, o'sha moliya butun bo'lmasa, u suv, ya'ni sotuvdan kelgan pullar oqib ketadi, babsizga qolmaydi. Ijara, maoshlar, pastavshika to'laydigan pullar, kommunallar, bular sizni kutmaydi. Birortasi masalan sizning holatingizga qarab sizga yordam bermaydi. Baribir to'lashingiz kerak bo'ladi. Mana shu kassa uzilishi deyiladi. Ya'ni siz nima qilaverasiz? Suvni qo'yaverasiz, u to'kilib ketaveradi, lekin shunda suv kerak bo'lib qoladi bizga. Lekin o'zi suv qolmagan. Suv to'kilib ketib bo'lgan. Mana shu kompaniyada, ya'ni biznesda mana shu foyda qilayotgan bo'lsa ham foyda qilmayapsan degani emas. Tushuninglar shuni. Ya'ni pul yo'qligi bu foydaga dalolat bermaydi hech qanaqa. Yoki foydani yo'qligi pulga ham dalolat bermaydi. Bular ikkalasi ikki xil narsalar hisoblanadi. Keyin raqamlar bilan bir misolda ko'rib chiqamiz. Masalan, bir tikuv sexi bor. Shunaqa sheveyni biznesingiz bor. U oyda siz deylik bir 100 million so'mlik buyurtma oldingiz. Yaxshi natija qildingiz, 100 ming so'mlik buyurtmani oldingiz, u sizda bor hozir. Lekin matolarga, unga ishlatadigan furnituralarga 40 million so'm pul kerak, ijaraga 10 million so'm pul kerak, tikuvchilarga 20 million so'm berish kerak, jami 70 million so'm shu haftaning o'zida to'lash kerak bo'lgan xarajatlar bor. Deylik, bir hafta 10 kun ichida mana shu xarajatlarni to'lash kerak. Lekin siz shartnomada kelishganingizdan, nima bilan, mijoz bilan 45 kunda to'lash sharti bilan kelishdingiz. Lekin sizda 10-15 kundan o'zi pul kerak. Mana shunaqa holatga kelganda biznes qog'ozda foyda qilayotgan bo'lsa ham, lekin unda pul bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi сделка qildikmi, yaxshi buyurtma oldikmi desa zo'r, ishladikmi desak zo'r, hammasi yaxshi, lekin pul yo'q baribir. Chunki kelishuv noto'g'ri bo'ldi. Siz pulni 45 kundan keyin olishga kelishdingiz, lekin siz 15 kun, 10 kundan keyin oyliklarni va xarajatlarni qilishingiz kerak bo'ladi. Buni oldindan qanday ko'rish mumkin? Bir necha xil yo'llari bor. Endi bugun sizlar bilan bittasini gaplashamiz. Ya'ni buning uchun bir oddiy vosita bor, to'lov kalendari. Ya'ni siz kunma-kun qancha pul sizga keladi, qancha pul siz rasxod qilasiz, qancha pul keladi, qancha pul rasxod qilasiz, o'shani oldindan reja qilib yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Biznes bu tasodiflar olami emas, biznes bu rejalar olami hisoblanadi. Biz biznesni mana shu paytgacha tasodiflar bilan, intuitsiyalar bilan, emotsiyalar bilan bajardik va shu paytgacha qiynaldik, to'g'risi. Chunki hozir qaysi tadbirkori bir tutib gapirtirsangiz, masalan, ozgina o'tirib bir dardlashsangiz, deydi, shu biznes jonimga tegdi yoki boshqa mana shunaqa narsalarda, ya'ni boshlaganda unaqa boshlanmagan biznes. Boshlaganda bir zavq, shavq bilan boshlangan va zo'r qilaman degan bir tushuncha bilan boshlangan. Yuqoridagi misolimizdan kelib chiqib qarasak, biz 5-sanada shu mijozdan 15 million so'm deylik, 5-sanada mijozdan 15 million so'm pul kelishini kutamiz, lekin nima 3-sanada deylik biz to'lov qilishimiz kerak. Mana shu yerda 2 kun o'rtaliq bor-ku, mana shu kassa uzilish kunlari hisoblanadi. Ya'ni siz mana shu 2 kunda aldab turishingiz kerak, qo'pol aytganda, yoki telefonni ko'tarmay turishingiz kerak, yoki ishxonaga kelmay turishingiz kerak. Bu xunuk holat, tadbirkor uchun ayniqsa xunuk holat hisoblanadi, chunki biz lavz qilamiz, mas'uliyat bor bo'ynimizda. Shuning evaziga bu narsaga juda jiddiy qarashimiz kerak. Kompaniyada pul yetishmovchiligi juda ko'p bo'layotgani, bu shunchaki moliyani bilmayotganligingiz emas, bu sizning moliyaviy mas'uliyatsizligingizdan dalolat hisoblanadi.
Demak, men bilmayman, to'g'risi to'lov kalendari siz buni imkoniyati bormi, yo'qmiligini-da. Haqiqiy instrument bor, u ishlatsa bo'ladi. O'zbekistonda 500 dan 1000 ga yaqin kompaniyalar shuni ishlatadi, lekin siz hali ham ishlatmaysiz to'lov kalendarini. Bu narsani ishlatib keyin aytish kerakki, bu imkoniyati bor yoki yo'q. Va yana bitta narsaga e'tibor berish kerakki, foyda bu pul emas. Ya'ni foyda va pul bular bitta narsa emas, bular turli xil narsalar hisoblanadi. Foyda siz biznes pul topdimi yoki yo'qmi shuni ko'rsatadi. Ya'ni foyda sizga mana shu oy mana shuncha sotuv qilding, lekin senga nima qoldi degan narsani ko'rsatadi. Pul ayni paytda sen hozir qancha puling bor va qancha to'la olasan, ertaga nima bo'ladi degan narsani ko'rsatadi. Foyda bilan pulni shuning uchun biz ajratib olishimiz kerak-da. Mana bunaqa mashhur savol bor-ku, mana masalan foyda qildik deydi moliyachi yoki o'zi tadbirkor o'zi taxminan bir foyda hisoblaydi-da. Mana shuncha deylik 50 million foyda chiqibdi. Qani shu pul deydi. Ya u pul bo'lmaydi, chunki siz o'sha pulni qanaqa boshqardingiz oy davomida u aniq emas-ku. Nasiyaga berdingiz, balkim juda ko'p kunga berib yubordingiz. Nasiya savdo standartlari xato yoki skratni to'ldirib tashladingiz keraksiz tovarlar bilan, bilmayman-da, masalan muzlatib qo'ydingiz pulni yoki pul bor edi, asosiy vosita kara oldingiz, deylik, avtotransport oldingiz, bilmayman, bitta texnik agregatidan oldingiz. Bular ham pulni muzlatadi-da endi. Mana shu yerda pulni agar ilmi bilan, moliyaviy savodxon bo'lib boshqarmasak, yana shu ahvol zo'r ishlaganimiz bilan kompaniya kengayib ham ketaveradi. Ishchi ham ko'payadi, kompaniya kengayadi, lekin kompaniyada pul yo'q, u kambag'al. Bunda qarasangiz u boydek ko'rinadi lekin. Xo'p, shuning uchun ham biznes foydali bo'lishi mumkin, lekin unda pul bo'lmasligi mumkin. Shunga e'tibor berish kerak va ehtiyot bo'lish kerak. Demak, xulosa nima desak bo'ladi? Moliya uzilishi, ya'ni pul yetishmovchiligi bu birdan paydo bo'ladigan proses emas. Bu faqat foydaga emas, pulga qarash kerakligiga bir dalolat hisoblanadi. Doim faqat foydaga emas, pulga ham qarash kerak. Ya'ni pulni kunlar, haftalar va oylar kesimida qancha bor keladi, qancha ketadi, menga yetadimi yoki yo'qmi degan savolga javob berish kerak. Bu uchun oddiygina moliya kalendari, shu boya to'lov kalendarini yuritish yetadi, bo'ldi. Sizdan juda ko'p narsa so'ralgani yo'q. Shu muammoni hal qilishimizni oddiygina bitta yechimi shu hisoblanadi. Agar sizda ham mana shunaqa pul muammosi bo'layotgan bo'lsa, endi bu bitta ozgina bir kichkina bir yechimi. Biz pul yetishmovchiligi mavzulari, pul yetishmovchiligidan chiqish, unga umuman duch kelmaslik haqida bitta dars, alohida bitta kun dars bor. Ya'ni bizni o'sha tadbirkorlar uchun yozgan, tadbirkorlar uchun tavsiya qiladigan 8 ta modullik darsimiz bor. Bu darsimizni bitta moduli 4-modul adashmasam, kassa uzilishidan chiqish, ya'ni pul oqimlari haqida gaplashamiz. Mana shu yerda yana ham bundan ham ko'p O'zbekistonda ishlaydigan, olib borib ishlab ketadigan bir instrumentlar haqida gaplashamiz. Agar moliyada yana qanaqadir muammolaringiz bo'layotgan bo'lsa, mana shu video ostidagi kommentariyaga yozib qoldirsangiz bo'ladi va esingizdan chiqmasin, bunaqa qiziqarli, sizdagi muammolarni biladigan va unga yechim beradigan agar kontent sizga qiziq bo'lsa, shu kanalimizga, mana shu YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' salomat bo'ling. Keyingi moliyaviy muammolaringizni hal qilishda ko'rishguncha.